Salom do'stlar, to'xtab turinglar. Bu kanalga albatta obuna bo'linglar, chunki 98% odamlar kanaldagi videolarni obunasi ko'radi. Axir bizning maqsadimiz 1000 ta obunachi yig'ish, yoqilmay tomosha qaroch. Demak, mana paydo bo'ldim. Men do'stim bilan bugun vijivaniya qilamiz. Mayli, daraxtlar chopib olamiz. Versak ham yasab olamiz, yaxshi. Unda tayoqchalarni ham yasab, temir instrumentlar qilib olamiz. Demak, bu do'stimiz Afrikadan chiqdi, mayli. Demak, men temir instrumentlar qilib oldim, do'stimga berdim. Endi esa konga tushib olish kerak. Versakka olib olib, zo'r vijivaniya bo'ladi. Demak, mana kondaman. Bu konda esa ko'mir, temir shunaqa narsalar olib olish kerak. Pastga tushib olish kerak. Pastda esa olmozlar bo'ladi. Bu juda ham zo'r. Ya'ni Minecraftda menga skelet hujum qildi. Men uni tezda yo'q qilib tashladim. Yaxshi. Unda kerakli instrumentlar yasab olish kerak. Minecraftda men temir to'rdim. Shu temirni ham olib olish kerak. Suvni yopib tashlab, shu temirdan olib oldim. Qaroch, keraklicha resurslar olib bo'lgandan keyin sizlarga qaytamiz. Okey, mana keraklicha instrumentlar qilib oldik, olmos aslahalarni ham qilib oldik. Mana shunaqa qishloq topib oldik. Men bu kniga degan narsalarni olib olish kerak. Endi esa golemni yo'q qilib tashlash kerak. Shotki, qarochki. Juda ham sekin yuryapti. O'ldirib tashlay olaman. Shundoq ham mayli. Ke. Yaxshi. Bu juda ham zo'r. Yordamga kesadi do'stim, mayli. Yordam keladi degan umiddaman. Hatto o'zim ham yo'q qilib tashlay olaman endi. Yaxshi. Kelib deyarli o'lib bo'lgandan keyin keldi. Mayli, shu ham bo'laveradi. Unda menga temirlar kerak. O'zimga full temir aslahalar qilib olmoqchiman. Ozgincha yetmay qoldi. Mayli, qaroch. O'zimga bolta yasab olaman. Endi esa to'liq mashu огородni yo'q qilib tashlayman. Menga juda ham ko'p daraxtlar kerak. Go, qaroch. Demak, mana men endi full temir bo'ldim. Yana olmos aslahalardan mayli. Kerakli narsalar eng asosiysi yasab oldim. Endi esa bollarni yo'q qilib tashlayman. Ovqat bizga kerak bo'ladi. Negadir qishloqda somon yo'q ekan. Mayli. Yo'q bo'lgandan keyin sizlarga qaytaman. Okey, mana qaytib bo'ldim va men bu shaharlarni olib tashlamoqchiman, chunki zajgalka yasab olmoqchiman. Demak, zajgalka yasashga hamma narsa bor. Sayohatga chiqamiz. A few moments later. Okey, mana biz lava ko'lni ham topdik. Endi esa ozgincha bloklar kerak bo'ladi lava ko'li uchun. Yaxshi, mana endi esa lava ko'lni o'zini qurib tashlaymiz. Zo'r. A few minutes later. Demak, mana yasab bo'ldik. Men bu narsa mishuk degan narsani olib, ikkita narsalar ichiga solish kerak. Ato inventar to'lib ketdi. Demak, ovqatlarni pishirib olish kerak. Ato ovqat qolmayapti. Yaxshi. Endi esa obsidianni sindirib olish kerak, chunki kerak bo'ladi uzoqda bo'lsak. Let's go. 2 hours later. Mana demak barcha obsidian olib oldim. Endi esa nimadir qiziqarli narsa topsak sizlarga qaytamiz. Bastion topdik. Qarochi, shu yerga kelib, yaxshi pastga tushib olishga, yaxshi save qilib oldik. Qarashga. Rasta geniymanda o'zim tushib ketdim. Nima lavadan chiqib oldik eng asosiysi. Unda oltin narsalarni topib olishga oltin bloklari kerak. Topsak, mana men topib bo'ldim. Unda men bu narsalarni sindirib olish kerak bo'ladi. Oltin bloklar. Balki super olma qilamiz. Mayli. Qaroch, endi esa qizil qalla topsak sizlarga qaytamiz. Inventar yana sortirovka qilishga, to'lib ketdi.
Demak, mana qizil qal'ani ham topib bo'ldik. Unda spawnerni topib olsak yaxshi bo'lardi. Bu juda ham cho'tki vijuvani. Mana men spawnerni ham topib bo'ldim. Endi esa do'stim kelishini kutish kerak. Tepa deb yozaylik. Yaxshi, unda hozir birga berib boraveramiz. Looting borda qilichda. Juda ham zo'r looting. Keraklicha blaze tayoqchalarni olib bo'lsak sizlarga 2 qaytaman. hours later. Demak, mana keraklicha blaze tayoqchalarni olib bo'ldik. Endi esa ko'k o'rmon 2 topamiz. hours later. Mana topib bo'ldik. Endi esa keraklicha ender marvaridlar topsak sizlarga 1 qaytamiz. hour later. Zo'r, shuncha payt zapis bo'lmay qolibdi-yu, no mayli. Biz ender dunyodamiz. Kerakli shunaqa narsalar bo'ldik. Короче, sizlarga montaj ko'rsataman. Okey, ender ajdarni yo'q qilib bo'ldik. Bu juda ham zo'r video bo'ldi. Bu video yoqqan bo'lsa bu kanalga albatta obuna bo'ling va albatta qo'ng'iroqchaga ham bosib qo'yinglar. Keyingi videolar chiqishi uchun. Sizlar bilan men bo'lim Sarvar va barchaga xayr. To'xtanglar. Ender ajdarni tuxumni kim oladi? Mayli. Barchaga xayr.